Prezident Sadir Jabbarov Qirol Hamad bin Iso al-Xalifaning taklifiga binoan 21-aprel kuni rasmiy tashrif bilan Bahrayn podshohligiga keldi. Tashrif chog'ida u qirol bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlik istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Suhbat chog'ida Sadir Jabbarov ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikda yangi sahifa ochayotgan tashrif ramziy ahamiyatga ega ekanini ta'kidlab, o'zaro manfaatli sheriklik yanada mustahkamlanishiga ishonch bildirdi. Shuningdek, u Bahrayn qirolining yuqori mansabdor shaxslari bilan ham uchrashdi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha tomonlar turli sohalardagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan 9 ta ikki tomonlama hujjat imzoladilar. Bahrayn qirolligi yirik moliyaviy markaz, Fors ko'rfasining asosiy bank markazi va islomiy moliya deb ataladigan markazdir. Shu bois Jabbarov Qirg'izistonda Bahrayn ishtirokidagi Islom banki ochishni taklif qildi. Bu banklar shariatga mutlaqo ziddir. Ammo Qirg'iziston Bahrayn sarmoyalarini jalb qilishdan juda manfaatdor va unga erishish uchun hech narsadan toymaydi. Bahrayn mintaqa bo'yicha Osiyodagi 3-eng kichik davlat hisoblanadi. Shunga qaramay, samarali iqtisodiyotga ega. Ushbu samaradorlikning asosi Bahraynning eng ko'p eksport qiladigan mahsuloti bo'lgan neftdir. Neftdan tashqari, alyuminiy, moliya va qurilish materiallari mavjud. Bahrayn iqtisodiyoti ham tabiiy gaz ishlab chiqarishga juda bog'liq. 19-asr oxirida Bahrayn hukmdorlari ingliz mustamlakachilari bilan xiyonatkor hamkorlikni boshladilar. Angliya Birinchi jahon urushida g'alaba qozongandan so'ng Usmoniylar davlati bo'lgan xalifalikdan ajralib chiqqan arab yerlarida hukmronlik qila boshladi. Britaniya zaiflashgandan keyin Amerika uni o'rnini egallab mustamlakachiga aylandi. Inglizlar yo'qotganlarni qaytarib olishga intilishadi. Shuning uchun ular 2018-yilda Bahraynda harbiy dengiz bazasini tashkil etishdi va bu Britaniyaning 1971-yildan beri mintaqadagi birinchi bazasiga aylandi. Baza Bahrayn tomonidan moliyalashtiriladi. Ayni paytda Bahraynda AQShning 5-floti ham joylashgan. Bahraynning boyligi musulmonlarning boyligidir. Bu davlat hukmdorlari o'z hokimiyatini mustahkamlash maqsadida bu boyliklarni mustamlakachilarga sarflaydilar. Ayni paytda musulmonlarning o'zlari muhtoj va qashshoqlikda yashamoqdalar. Faqat Roshid xalifalik omonatni haqiqiy egalariga qaytara oladi. Bahrayn yerlari xiroj yerlaridir. Ya'ni ular barcha musulmonlarga tegishli. Bunga dalil Az-Zuhriyning rivoyatidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bahrayn aholisidan islomni qabul qilganlar haqida shunday qaror qildilar. Ular o'z jon va mollarini saqlay oladilar, yerlarini emas. U o'lja sifatida barcha musulmonlarga tegishli. Chunki Bahrayn ahli fath paytida islomni qabul qilmay o'jarlik ko'rsatdi.